Ijtimoiy tarmoqlarda poyezd Damas'ni urib uchirib yuborgan aks etgan video tarqaldi. Biz bugun temir yo'l hududida sodir bo'lgan mazkur voqeani o'rganamiz. Internetda tarqalayotgan videodan ko'rishingiz mumkinki, Damas haydovchisi qizil chiroq yonayotgan bo'lishiga qaramasdan temir yo'l hududi tomon harakatlangan. Biz bu haqda aniqroq va rasmiy ma'lumot olish uchun mutaxassislarga yuzlandik. Joriy yilning 7-may kuni soat 05:10 larda yuk poyezdi POP 2 Qo'shminor temir yo'l bekatlari oralig'i qo'riqlanmaydigan temir yo'l bekatlari oralig'ining 112-kilometri 4-to'sig'ida harakatlanib ketayotgan vaqtida Damas rusumli transport vositasi bilan to'qnashish natijasida yo'l transport hodisasi sodir bo'lgan. Natijada transport vositasida bo'lgan yo'lovchi tan jarohati olib, tuman markaziy shifoxonasiga yotqizilgan. Vafot etganlar yo'q. Hozirda holat yuzasidan Namangan viloyati Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Hurmatli fuqarolar, haydovchilar, temir yo'l hududiga yaqinlashgan vaqtingiz har doim o'rnatilgan belgilarga, svetofor ishoralariga amal qiling. Birgina xato siz va biz kutmagan dahshatli voqealarga sabab bo'lishi mumkin.